Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. O'zingizni shunday tutingki, hamma joyda sizni bajonidil qabul qilishsin. Do'st orttirish yo'llarini bilish uchun nimaga aynan ushbu kitobni o'qimoq lozim? Balki dunyodagi eng mashhur do'st orttirishga ustakorlarning tutgan yo'llarini o'rganmoq joizdir. Kim o'zi u? Siz uni hatto ertaga ko'chada uchrashingiz mumkin. Unga bir necha qadam yaqinlashganingiz zahotiyoq dumlarini likkillata boshlaydi. Agar to'xtab uni silasangiz bormi? Sevinchi ichiga sig'masdan turli nag'malar bilan sizni qanchalar yaxshi ko'rishini namoyish qiladi. Uning o'zini bu qadar bog'liqligini ko'rsatishi ortida hech qanday xufiyona maqsadlar, deylik biron bir ko'chmas mulkni sotish yoxud sizga uylanish kabi shaxsiy manfaatlari yo'qligini juda yaxshi anglab ham turasiz. Yashashi uchun mehnat qilishi kerak bo'lmagan yagona jonivor it ekanligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Misol uchun tovuq tuxum qo'yishi, sigir sut berishi, kanareyka esa sayrashi lozim. Itning yashashi uchun chekadigan zahmati sizga o'z mehrini berishida. Siz boshqa odamlar bilan qiziqish tufayli 2 oy ichida o'zingizga e'tiborni tortib, qiziqtirib, 2 yilda orttira oladigan do'stlardan ham ko'ra ko'proq do'stga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin baribir siz bilan biz butun umri davomida turli yo'llar bilan o'z shaxsiga nisbatan atrofdagilarni qiziqtirishga harakat qilib, qo'pol xatoga yo'l qo'yadigan odamlarni bilamiz. Albatta bu hech qanday natija bermaydi. Odamlar siz bilan qiziqmaydilar. Ular men bilan ham qiziqmaydilar. Ular doimo ertalab ham, tushda ham, kechqurun ham faqat o'zlari bilan qiziqadilar va ovoralar. Nyu-Yorkdagi telefon kompaniyalaridan biri telefon muloqotlarini o'rganib, suhbat davomida eng ko'p ishlatiladigan so'zni aniqladilar. Topdingiz. Bu men egalik olmoshi edi. 500 ta telefon so'zlashuvida bu so'zdan 3990 marta foydalanilgan. Men. Aytaylik, siz ko'pchilik bilan birga tushgan suratingizda birinchi bo'lib kimni qidira boshlaysiz? Agar siz odamlar men bilan qiziqadi deb o'ylasangiz, bir savolimga javob beringchi. Deylik, bugun kechasi o'lib qoldingiz. Janozangizga nechta odam keladi? Siz odamlar bilan birinchi bo'lib qiziqmasangiz, nima uchun endi odamlar siz bilan qiziqishlari kerak? Qog'oz qalam olib ushbu savollarning bariga javob berib yozib ko'ringchi. Agar biz faqatgina odamlarda taassurot qoldirib, o'zimizga qiziqtiradigan bo'lsak, hech qachon ko'pgina chin va samimiy do'stlarga ega bo'la olmaymiz. Do'stlar, haqiqiy do'stlar bu zaylda orttirilmaydi. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Hozirda marhum taniqli venalik psixolog Alfred Adler o'zining hayot siz uchun nimani anglatmog'i kerak deb nomlangan kitobida o'zgalar bilan qiziqmaydigan inson hayotda juda katta qiyinchiliklarni boshdan o'tkazadi va atrofdagilarga ancha ziyon yetkazadi. Omadsizlar ham aynan mana shunday odamlar orasidan chiqadi deb yozgan edi. O'z shaxsiy tajribamdan shuni bilamanki, Amerikadagi eng mashhur insonlarni ham ularga astoydil qiziqish orqali sizga vaqt ajratishlariga va hamkorlik qilishlariga istak tug'dirish mumkin. Keling, men buni yaxshisi misollar orqali bayon etsam. Bir necha yillar avval men Brooklyn san'at va fan institutida badiiy asarlarni qanday yozish kerakligi haqida ma'ruzalar o'qigan edim. O'quv jarayonida biz Kathleen Norris, Fanny Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson Treuhan va boshqa bir qator mashhur va juda band yozuvchilarning Brooklynga kelib o'zlarining tajribalari bilan o'rtoqlashishlarini istadik. Shu sabab ularga maktub yo'llab, sizning asarlaringizni sevamiz va ijod borasidagi maslahatlaringizni, muvaffaqiyatlaringiz sirlarini tinglamoqchi edik, deya yozib yubordik. Har bir maktubda taxminan 150 ta talabaning imzosi bor edi. Shuningdek, biz bilamiz, siz juda ham band odamsiz. Bizga ma'ruza o'qishga vaqtingiz yo'q, deya qo'shib qo'yib, maktub so'ngida mualliflarning o'zlariga va ish uslublariga aloqador savollarni berib,
ularga javob yozib yuborishlarini iltimos qildik. Bu albatta ularga yoqdi. Kimga ham yoqmaydi deysiz. Shuning uchun ular Bruklinga kelib bizga yordam qo'lini cho'zdilar. Bu qoidani ish yuzasidan bo'ladigan aloqalarda qo'llab bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Namuna tariqasida men bir necha o'nlab misollarni keltirishim mumkinki, ammo bizda vaqt chegaralangan. Nyu-Yorkdagi yirik banklardan birining xodimi Charles Wolsterga bir korporatsiya haqida maxfiy doklad tayyorlash topshirilgan edi. Wolster bunday muhim ma'lumotlarga ega faqatgina bir insonni bilar edi xolos. U yirik sanoat kompaniyasi boshqaruv raisi edi va Wolster u bilan ko'rishga keldi. Uning kabinetiga kirar ekan, eshik oldida yoshgina ayolning kallasi ko'rinib, raisga bugun uning uchun hech qanday markasi yo'qligini aytganini eshitib qoladi. Men 12 yoshli o'g'lim uchun pochta markalarini yig'aman, deya hayron bo'lib turgan Wolsterga tushuntirdi rais. Wolster maqsadini bildirib, suhbatdoshiga savollar bera boshladi. Rais esa noaniq, umumiy va mujmal javoblar berar edi. Aftidan u gaplashishni xohlamayotgan edi va hech nima uni suhbatga jalb qila olmadi. Shu sabab muloqot qisqa va mahsulsiz bo'ldi. Mening tinglovchilarim guruhida bu voqeani aytib berar ekan, Wolster qo'shib qo'ydi. Ochiqni aytsam, men nima qilarimni bilmay qoldim. So'ngra kotibaning gapini, marka va 12 yoshli o'g'il haqidagi gaplarni esladim. Shu tobda bankimizning xorijiy bo'limiga butun dunyodan maktublar kelishi va bu yerda turli markalar bo'lishi yodimga tushdi. Keyingi kuni men rais qabulxonasiga kelib, uning o'g'li uchun bir necha markalarim borligini aytishlarini so'radim. Meni tantanali ravishda uning oldiga olib kirishdi. U mening sovg'amdan shu qadar mamnun bo'lib qo'limni qisdiki, u hatto kongressga nomzodi qo'yilganda ham bu qadar baxtiyor bo'lmagan edi. Uning yuzidan nur va mehr yog'ilib turar edi. Mana bunisi mening Jorjimga juda ham ma'qul bo'ladi, der edi u markalarni ko'zdan kechirar ekan. Mana bunisini qarang-a, axir bu haqiqiy xazina-ku. Biz qariyb yarim soatlar chamasi markalar to'g'risida suhbatlashib, o'g'lining suratlarini tomosha qildik. Shundan so'ng hatto eslatmasam-da, meni qiziqtirayotgan barcha savollarga deyarli 1 soatdan ortiq vaqt mobaynida batafsil javob berdi. U o'zi biladigan barcha narsalarni menga gapirib berdi. So'ngra xodimlarini chaqirib, ulardan ham ma'lumot oldi. Hatto o'zining bir necha hamkasblariga qo'ng'iroq qilib, menga kerakli bo'ladigan fakt, raqamlar, doklad va xatlar bilan ta'minladi. Jurnalistlar tili bilan aytganda, men sensatsiya darajasida muvaffaqiyat qozondim. Agar siz bu kitobni o'qib, undagi maslahatlarga amal qilsangiz, insonlar bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlaringizni juda chiroyli ravishda qura olasiz. Shunday qilib, agar siz atrofdagilarga yoqmoqchi bo'lsangiz, birinchi qoidaga amal qiling. Boshqa odamlar bilan chin dildan qiziqing. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi.